Mana bugun 5-aprel Xudo xolasa Turkistondagi Vistivkaga keldi. Xabaringlar bor, 20-aprelda Toshkentda bo'lib o'tadigan Vistivkani yana bir marta eslatib o'tamiz. Hamma shu yerda mana jamoatimiz. Xo'p, Xudo xolasa biz joyi yana yangilash niyatida mana hozir Qozog'istonga kelib ko'rdik. Yopiq joyda bo'ldi. Bu juda ham udobli. Kelgan odamlarga ham, biz uchun ham hammaga yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa mana mashinaga yopiq joyda qilishga harakat qilamiz. Yopiq joyda qilishni ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalar, oldidan aytib qo'yaylik, bir nimani ma'lumot berib ketaylik. Qarang, endi 2 tishga, 4 tishga, 6 tishga absolyutga ves qo'yamizda, minimalniy ves. O'sha vesga qarab qo'ylarni kirgizamiz. Ko'pchilik keyin aytmasin, что biz vesiga qarab kirgizyapmiz. O'zi aslida выставка nima? Eksteryer ves ko'rsatish. O'sha vesi nidabor bo'lsa, o'sha qo'ylarni kirgizmaymiz. Xafa bo'lmanglar. Hammasini oldidan iloji bo'lgancha yuklarni aytib chiqasiz. Taxmin. Bular aytmoqchilar, boshlang'ich ves kam bo'lish kerak emas, lekin tepadagi vesga ограничение yo'q, okalar. Faqat past 2 kilo bormi, 210 kilomi? Olib chiqinglar, xalq ko'rsin. Ertaga kirgizmadi, meniki zo'r degan gap kerak emas. Narsa yo'q, hammaga olib kirish mumkin. Qo'yini, любой qo'yini olib kirish mumkin. Bahona o'tmaydi. Yo'q, hech qanaqa bahonalar kerak emas. Egalarini farqi yo'q. Любой odam Любой qo'chqarni olib kelib o'ynashi mumkin. Egalarni farqi olamiz, olib kelamiz. Xudo xolasa 20-aprel kuni hammanglar bilan ko'rishamiz. Rahmat.